Xo'sh do'stlar, barchaga salom. Yana sizlar bilan o'sha Harrington. Bugungi videoda sizlarga o'yinda ishlaydigan kuchli promokodlarni ko'rsatib o'taman. Bu promokodlar orqali siz o'yin pullari, VIP va hattoki juda qimmat mashinalarni ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Albatta bu narsalar vaqtinchalik bo'ladi. Eng qiziq tomoni, bu promokodlarning ba'zilari ko'pchilikka hali hanuzgacha ma'lum emas. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng zo'r promokodlarni aynan videoning oxirida aytaman. Xo'sh do'stlar, sizlarga yana bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. Bugungi videoda kichkina konkurs ham qilamiz. Shu videoga komment yozganlar orasidan bitta g'olibni tanlab, o'sha g'olibga 250 ga virtni tashlab beramiz. Shuning uchun kommentga istalgan so'z yoki biron bir stiker yozib qoldiring. Keyingi videoda esa g'olibni tasodifiy tarzda aniqlab e'lon qilamiz. Shuning uchun albatta komment yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Va bu biz tashlab beradigan virtimiz aynan 25-serverda bo'ladi. Agar sizga shunday foydali videolar yoqsa, hoziroq videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal rivojlanishiga juda katta yordam beradi. Xo'sh, endi vaqtni cho'zmaymiz. Keling, o'yinga kiramiz va promokodlarni birma-bir tekshirib ko'ramiz. Qisqa introdan so'ng videoni davom ettiramiz. Xo'sh do'stlar, promokodlarni hammasi ishlash uchun men birinchi serverga kirib oldim va birinchi promokodimizni yozamiz. Birinchi promokodimiz VIP 555. Albatta bu promokodlar hamma serverlarda 100% ishlaydi. Xo'sh, bizning VIP 555 promokodimizda 50,000 rubl va VIP Goldni 7 kunga faollashtirib olishimiz mumkin. Endi esa ikkinchi promokodimiz Harrington, ya'ni o'zimning promokodimni sizlarga tavsiya qilaman. Mening promokodimda VIP Silver 7 kunga faollashtirib olsanglar bo'ladi va 30,000 rublni ham qo'lga kiritasizlar. Bu 5 uровень bo'lganlaringizda amalga oshadi. Endi 3-chi promokodimizni yozib olamiz. 3-chi promokodimiz Lamborghini Aventador'ni 1 kunga tekinga beradi va bu albatta vaqtinchalik avtomobil. Endi esa do'stlar 4-chi promokodimizni yozib olamiz. 4-chi promokodimiz bonus 228 va bunda do'stlar sizlarga avtomobil Mercedes Gelic 63 ni va VIP Goldni 1 kunga 30,000 rublni qo'lga kiritib olishingiz mumkin bo'ladi. Va endi do'stlar 5-chi promokodimizni ham yozib olamiz. 5-chi promokodimiz bu Lambis, ya'ni sizlarga yana Lamborghini Aventador'ni 1 kunga taqdim etadi. Albatta bu 1 soatdan keyin faollashadi. 6-chi promokodni ham yozib olamiz. 6-chi promokodimiz bu Creo BMW M5. Bu promokodimizda sizlarga BMW M5 F90 avtomobilni 3 kunga taqdim etadi va bu promokod ham 1 soatdan keyin aktivlashadi. Bizning keyingi promokodimiz GT2RS, ya'ni bu promokod orqali sizlarga Porsche mashinasini 1 kunga taqdim etadi. Albatta bu ham vaqtinchalik va 1 soatdan keyin faollashadi. Xo'sh do'stlar, sizlar bilan 8-chi promokodga ham yetib keldik. 8-chi promokodimiz 496 BSMO. Bu promokod orqali sizlar Bugatti Chiron mashinasini 36 soatga ola olasizlar va VIP bronzani 5 kun foydalana olasizlar. Bu ham 1 soatdan keyin aktivlashadi. 9-chi promokodimiz xuddi 8-chi promokodimizga o'xshagandek 496 BSM.
Ya'ni bu promokod orqali sizlar Bugatti Chiron mashinasini 36 soatga foydalana olasizlar. VIP bonuslarni 5 kun maza qilib ishlatasizlar. 10-chi promokodimizda esa ko'pchilik bilsa kerak, lekin yozilishda ko'pchilik xato qiladi. 10-chi promokodimiz esa ENT 445 GT63. Ya'ni bu promokod orqali sizlar Mercedes-AMG GT63S mashinasini 3 kunga bepul olasizlar va VIP serverni 3 kunga va shu bilan birga 10 ming rublni ham qo'lga kiritib olishingiz mumkin. Keyingi promokodimiz eng osoni, ya'ni New. Bu promokod sizlarga Porsche mashinasini 5 kunga taqdim etadi. 50 ming rublni ham qo'lga kiritib olsanglar bo'ladi. VIP golni ham 7 kun maza qilib ishlatasizlar. Keyingi promokodimiz esa Win 2025. Bu promokod orqali sizlar Lambo Huracan mashinasini 1 kunga olib maza qilib haydashingiz mumkin. Va bu ham 1 soatdan keyin aktivlashadi. Hozirgi promokodimiz anchadan beri ko'pchilik biladi. Bu promokodimiz Supercar bo'lib, ya'ni buni faollashtirganingizda sizga Bugatti Mistral mashinasini 1 kunga taqdim etadi. 1 kun mazza qilib Bugatti mashinasini bemalol haydashingiz mumkin. Va nihoyat do'stlar, sizlarga oxirgi promokodimiz Rus Torenli. Bu promokod orqali sizlar Dodge Viper asl mashinasini 73 soatga olib haydashingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birga skinni ham qo'shib berishadi va albatta 1 soatdan keyin faollashadi. Va bu mashinalarni haydash uchun sizda prava bo'lmasa, men prava javoblarini o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol Telegram kanalimga o'tib prava javoblarini olishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, bugungi video ham shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, bugungi ko'rsatgan promokodlar sizlarga foydali bo'ldi va ular orqali yaxshi sovg'alar oldingiz. Agar promokodlardan biri sizda ishlagan bo'lsa yoki ishlamagan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Va eslatib o'taman, bugungi videoda kichkina konkursimiz ham bor edi. Kommentga yozganlar orasidan tasodifiy tarzda bitta g'olibni tanlab olaman. Shuning uchun kommentariyaga istalgan so'z yoki Harrington deb yozib qoldiring. Balki keyingi g'olib aynan siz bo'lishingiz mumkin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Barchangizga kattakon rahmat.